2025-yilning 4-iyun kuni Qashqadaryo viloyatining Qamashi tumanida joylashgan 15-asrga oid Langar ota masjidining qayta tiklashdan keyingi ilk ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Unda Madaniy meros agentligi direktori Bahodir Abdukarimov, AQShning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Jonatan Henik, viloyatning qator mutasaddi rahbarlari, ommaviy axborot vositalari va mahalla faollari ishtirok etishdi. Mamlakatimizning madaniyati va e'tiqodi sarchashmasiga mansub yodgorliklaridan biri hisoblangan tarixiy Langar ota masjidi AQSh elchilari madaniy meros muhofazasi jamg'armasi tomonidan ajratilgan 250 ming AQSh dollariga teng ta'mirlash loyihasi natijasida qayta tiklandi va foydalanishga topshirildi. Tadbirda so'z olganlar mazkur yodgorlik yana bir necha asrlar davomida mahalliy aholi vakillari va sayyohlar uchun tabarruk maskan sifatida e'tirof etilishini ta'kidladilar. Bu loyihamiz ham mana 2 yil davomida Amerika Qo'shma Shtatlarini Chicago universitetining professor Gil Stein tashabbusi bilan o'sha agentligimiz bilan hamkorlikda amalga oshirilgan loyiha bo'ldi. Bu loyihaga Amerika Qo'shma Shtatlari elchixonasi tomonidan mablag' ajratildi va mana shu 2 yil davomida bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlaridan, boshqa davlatlardan hamda o'zimizni restavratorlarimiz tomonidan mana shu restavratsiya ishlari amalga oshirildi. 2023-yilning kuz oylarida boshlangan restavratsiya loyihasi majmuaning takrorlanmas ko'rinishlarini aslida yangilash va masjidning nurab qolgan tom qismini o'zgartirish ishlarini o'z ichiga oldi. Shuningdek, amerikalik diplomat o'z bayonotida O'zbekistonning ajoyib va betakror madaniy merosini asrab-avaylashga o'z hissasini qo'shish imkoniyatiga ega bo'lganidan mamnun ekanligini qayd etdi. Ushbu loyihani qo'llab-quvvatlashning bir qator sabablari bor. Avvalo, O'zbekistonning madaniy merosi butun insoniyatning umumiy boyligi hisoblanadi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Shu sababli bunday tarixiy obidalarni saqlash, asrab qolish va qayta tiklash orqali O'zbekistonning madaniy salohiyatini kuchaytirishga o'z hissamizni qo'shmoqdamiz. Chunki tarixiy obidalardan nafaqat ushbu yurtda yashovchi insonlar, balki butun dunyo ahli bahra oladi. Ikkinchidan, O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi do'stona aloqalar ko'p yillardan buyon davom etmoqda. Iqtisodiyot, savdo-sotiq, xavfsizlik kabi sohalarda samarali hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari xalqlar o'rtasida madaniy almashinuv ham izchil rivojlanib bormoqda. Tadbir ishtirokchilari qayta tiklangan masjidni ko'zdan kechirishdi va Shahrisabz davlat muzey qo'riqxonasiga tashrif buyurib, bir qancha madaniy meros obyektlarini tomosha qilishdi.